Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Şarkı Türkistan avazının gündelik haberlerini görüşünglarni qarshi olamiz. Olji inqilobining 24 yilligini xotirlash va o'rnak elish chaqiriqi. Xitoyning Urumchilik soqchi Sandani Uyg'urlarning kundelik hayotining qanday kontrol qilinayotganligini oshkorlab berdi. Amerika, Avstraliya, Finlandiya qatorliq davlatlar bayonot e'lon qilib, Uyg'ur ayollari qilinayotgan vahshiyona qilmishlarning javobgarligining surishti qilinishini talab qildi. Angliya Xitoy Kompartiyasining markaziy taratqullarining Angliyadagi tarqitish ijozatnomasini bekor qildi. Tövəndəki xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bugun 2021-yili 5-fevral kuni. Sharq Turkiston tarixidagi eng ahamiyatli va echinishli kunlarning biri. Chunki 24 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Sharq Turkistonda G'ulji inqilobi portlagan kun. Bu kunda Xitoy tajovuzchilarining chekidan oshgan zulmiga chidab bo'lamagan Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining planliq assimilyatsiya siyosati ostiga yoshirilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi norozilik e'lon qilgan kun. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib kirgan kundan tortib Sharq Turkiston xalqiga chidog'isiz zulmlarni qilib kelmoqda. Fursat topsala Sharq Turkiston xalqini qatlam qilib kelmoqda. Siyosiy rahbarlarimizni o'ltirib, o'rniga Uyg'ursimon Xitoy ruhli qog'alchilarni tiklab qo'ymoqda. Yana ong saviyasi yuqori diniy zotlarimizni, ziyolilarimizni, boylarimizni va san'atchilarimizni, shundaqla xalqimiz ichidagi har sinfdan kerakli insonlarimizni har turli tuhmatlar bilan qaralab o'ltirib kelmoqda. Bu orqali xalqimiz orasida qo'rqinch paydo qilib, bir tarafdan o'ltirib, yana bir tarafdan aldab, xalqimizning yuragini mujib, Xitoylarga xos diktatorlik tuzma bilan xalqimizning vijdon ovozini bo'g'ib kelmoqda. Mushundaq bir qiyin sharoitda milliy qahramonlarimiz, shundaqla qadrli shahidlarimiz Sharq Turkiston xalqiga rahbarlik qilib, 1997-yili 5-fevral kuni G'uljida Xitoy tajovuzchilarining zulmiga qarshi tinch yo'l bilan namoyish qilish harakati boshlatgan edi. Afsuski, bu haqqoniy harakat Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonliq bostirildi va Xitoy tajovuzchilari o'zining naqadar zolim va qonxo'r ekanligini shu kunida isbotlab bo'ldi. Haqqoniy namoyishchilarimizning fikrlarini, arz shikoyatlarini anglashning o'rniga namoyishchilarimizni vahshiylarcha o'ltirdi. Hatto bu namoyishni bahona qilib, namoyish qatnashib boqmagan minglarcha xalqimizni qatlam qildi. Minglarchisini turmalarga tashlab o'ltirib, Xitoy davlat siyosatida allaburun planlanib bo'lgan qatlam siyosatini ijro qildi. Begunoh xalqimizga qarshi davlat terrorchilik etdi. G'ulji inqilobi Xitoy tajovuzchilari tomonidan bostirilgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston xalqining uyg'onishiga turtkilik rol o'ynagan. Sharq Turkiston xalqining o'lmaganligini, fursat topsalar Xitoy tajovuzchilariga qarshi urush qiladiganligini isbotlab bergan bir inqilob. Aziz Sharq Turkiston xalqi, bu ahamiyatli kunni xotirlayli. Marhum shahidlarimizdan o'rnak olayli. Qahramonlarimizga ega chiqayli. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan atalmish qahramonlar emas, o'z vijdonimiz va o'z aqlimiz belgilagan qahramonlar ega chiqayli. Bizning beshimizga kelgan butun baloy ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. Egimiz Allohni rozi qila olishimizmi buningga bog'liq. Rasulullohga ummat bo'lib shafoatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq. Bu dunyoda insondek yashay olishimiz va insondek yuzimizni ko'tarib yura olishimizmi buningga bog'liq. Biz Sharq Turkiston xalqi Sharqiy Turkistonga ega chiqayli. Sharqiy Turkiston mustaqilchilariga ega chiqayli. Ko'rinishda Uyg'ur da'vogarlari ko'rinib, mohiyatda Sharq Turkiston masalasini Xitoyning ishga ish qilib ko'rsatishga material to'playdigan. Uyg'urlarga bir xil, chet elliklarga boshqa xil so'zlaydigan Uyg'ursimon viruslardan uzoq turayli. O'rnak kelish uchun bizga Rasululloh va Rasulullohning izbosarlari yetib oshidi. Agish uchunmi shu izbosarlar yetib oshidi. Sobit Domullamdan, Abduqodir Domullamdan, Elixon To'ridan, Zaydin Yusuflardan va boshqa butun shahidlarimizdan o'rnak olayli. İnqilobchilarimizni, qahramonlarimizni va milliy rahbarlarimizni qadrlayli. Vafodor bo'layli, sodiq bo'layli, fidokor bo'layli, o'shyor bo'layli. Allohdan basirat va farosat tilayli.
iymon va hidoyat tilayli. Sharq Turkiston sürgün hökuməti Allah'tan xalqimizni Xitoy virusidan va Xitoy tajovuzchilarining bütün suiqasdidan saqlashini, xalqimizga ozodlik va Sharq Turkistonga mustaqillik ato qilishini, Uyg'ur xalqini ikki olamda aziz va baxtli qilishini tilaydi. Amerikadagi Intercept nomli axborot o'rni 29 yanvar Xitoyning Urumchidagi Uyg'urlarga qaratgan nazorat va kontrolligiga oid bir zo'r soqchi sonliq ma'lumot ombirini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha 52 gigabaytlik bu soqchi sondoni 250 million qurg'a yaqin uchurni o'z ichiga olgan ekan. Intercept bu vaqtdagi dokladida o'zining bu sonliq ma'lumotni qanday qo'lga tushirganligini tilga olmagan. Ammo mutaxassislar bu uchurni Xitoyning Sharq Turkistondagi yuqori texnikalik nazorat va kontrol mexanizmining yerlik Uyg'urlarni nazorat qilib erishgan, ularning kundalik harakatiga oid zo'r hajmlik sonliq ma'lumot ombirining oshkorlanish voqeasi deb qaramoqda. Dokladda aytilishicha 52 gigabaytlik bu sondondagi uchurlarning Xitoyning tor tozalash qarovuli, ommaviy bexatarlik yumtali, dalil isbot to'plash yumtali qatorliq 10 xil yumtal, shuningdek tor bexatarlikni qo'g'dash idorasi qatorliq har xil kanallar yiqqan bo'lib, bu kanallar Urumchi shaharlik soqchi idorasi, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati saqlaydigan va shular ishlatadigan mazkur sondonga uloqliq bo'lib, bu sondon soqchilarning fuqarolar to'g'risidagi istixborot materiali, mahalla soqchilarining doklati, Urumchidagi tekshirish punktlarining harakati, nishonliq to'plarning telefon, tor, pul muomala ahvolini ta'qiblashga oid tafsiliy bayonlar, doiralarning to'plangan uchurlarni qanday tahlil qildiganligi va pishiqlab ishlaydiganligi. Buning ichida soqchi va kishilar yo'llagan qo'shimcha istixborot uchurlarining qanday bir taraf qilindiganligi, avtomatiklashgan soqchi yumtalining undidorga o'xshash ijtimoiy aloqa vositalaridagi shaxs va to'plarni qanday tekshirdiganligiga oid tafsiliy detallar bilan ta'minlaydiganligi. Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik nazorat sistemasining rayondagi yerlik millatlarni bostirish uchun qanday birlashtirilganligi, buning rayondagi xalqlarning kundalik turmushiga qanday ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida umumyuzlik bir tonish shakllantirgan. Dokladda aytilishicha, mazkur sondondagi hujjatlarda qarorlik salomatlik tekshirishning atalmış qolaylik soqchi punktlarida ilib berilganligi, bu o'rinlarning tozalik ahvoli norozilik sabab bo'lganligi, soqchiga biometrik va biografiyalik uchurni topshirmagan fuqarolarning doklad qilinganligi, ularga 100 turan xizmat ishlanganligi, ba'zida tanqid qilinganligi, ba'zi dokladlarda bu tekshirishning ko'chmanlarga Uyg'ur tilida so'zlashadiganlarga qaratilganligi qayd qilingan. Mazkur sondondagi diqqat qo'zg'agan yana bir nuqta Xitoy doiralarining gumon ostidagi kishilarning psixologiyasini baholashiga doir hujjatlar borligi. Bu xil baholash bayroq chiqarish marosimlarida ilib berilganligi, soqchi va kadrlarning nazoratida o'tkazilgan bu marosimlarda gumon ostidagi kishilarning marosimga qatnashish ahvoli hamda marosimlik ifodasiga baho berilganligi, sondondagi bu hujjatlarda bayroq chiqarish marosimi o'tkazilgan soqchi va mahalliy komitet xodimlarining kimlarni atalmış qayta tarbiyalash lageriga avatmasligini qaror qildiganligi ko'rsatilgan. Bu sondan Amerika hukumatı Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan, biroq Xitoy hukumatı o'zining irqiy qirg'inchilik qilganligini inkor qilib, Amerikaga qarshi tashviqot hujumi boshlagan mazgilda oshkorlangan. Angliyaning nopozliq axborot organi BBC kanali 2 fevral kuni Uyg'ur lager shahidi Tursun Ayziyodunning guvohligi bilan Uyg'ur ayollarining lagerlarda sistemalik bosqinchilik va jinsiy zo'ravonlik uchrayotganligi haqida maxsus xabar tarqatib, xalqaro Xitoyning jinoyatlariga qarshi zo'r norozilik qo'zg'aldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Avstraliya hukumati va bir qism siyosatchilar, Finlandiya bosh ministri, Angliya Tashqi ishlar ministrligi qatorliq davlatlar maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning insonning vijdonini qattiq azoblaydigan bu vahshiyona qilmishlarining javobgarligini cho'qim surishti qilinish kerakligini, og'ir jazo tortish kerakligini, oshkorlangan yangi uchurlar asosida Xitoy hukumatı cho'qim Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi tekshiruvchilarning rayonda mustaqil tekshirish berishiga yo'l qo'yish kerak. Xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatining kishilik huquqini dafsanda qilib, Uyg'ur millatiga qilayotgan besimini ko'rmaslik selib olmaslik kerakligini, savdo va iqtisodning bundoq vahshiyliklarni ko'rmaslik selib olishiga bahona bo'lmaslik kerakligini, kishilik huquq cho'qim ikki taraflamalik va ko'p taraflamalik muzokaralarning eng markaziy nuqtasi bo'lishini, xalqancha qo'lga olingan barliq kishilarni darhol qo'yib berishini, har xil pardozlangan jazo lagerlarini bekor qilishini, Xitoy hukumatidan majburiy tug'mas qilishni to'xtatishni, barliq qiyin qistoqlarga xotim berishni, jumladan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan turk millat kishilariga ziyonkashlik qilishni to'xtatishni talab qilgan. Angliya axborot media nazorat qilish boshqarish idorasi 4 fevral payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Angliya xabarlash organi aloqa idorasi Xitoy Kompartiyasining
asosliq chet el tashviqot organi bo'lgan Xitoy yer shari televiziya torining tarqitish ijozatnomasini bekor qilgan. Mazkur qaror Xitoy yer shari televiziya torining tarqitish ijozatnomasining Fang Xinhua taratquchi tarafiga tabiiy ekanligi, ammo ijozatnoma egasi Fang Xinhua mediasining ijozat mulozimatini kontrol qila olmaydiganligini, kanalning oxirgi tahrirligi Xitoy Kompartiyasining tasdiqidan o'tadiganligini tekshirib bayqagandan keyin chiqarilgan. Angliya axborot media nazorat qilish boshqarish idorasi yana Fang Xinhua mediasining Xitoy yer shari televiziya tori Angliyada tarqatgan ingliz programmalarga tahrirlik nazorat qilmaganligi va ijozatnoma egasining siyosiy organlarning kontrol qilishi ma'ni qilinganligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy xalqaro yer shari televiziya tori Xitoy markaziy radio televiziyasiga qarashli xalqaro xabar tarqatish organi. Xitoyning burungi inglizcha xalqaro kanali bo'lib, hozir bu tashkilot 6 televiziya kanali, chet eldagi 3 tarmoq apparat, bir sin xabar agentligi va yangi axborot torini o'z ichiga oladi ekan. Angliya axborot media nazorat qilish boshqarish idorasi Xitoyning topshirgan iltimoslarida muhim hujjatlarning kamchiligi va davlatning igdorlik huquqi sababidan ijozatnomani Xitoy yer shari televiziya toriga berishni rad qilganligini bayon qilib, har vaqt Xitoy Kompartiyasining kontrol qiladiganligi uchun ijozatnoma elish shartiga to'shmaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.